iş. Şavtavzı ata-anasının kotuldışıdan bizar bolup, daim anlamagan qiyafetga kirib oladi. Ming yüzlik fursatdan foydalanib, balalarga ata-anasının kotuldışıga qandaq taqobil turishni o'rgatadi. Balalar gap anglamaydigan bo'lib ketadi. Qalb moykili xotiraning sehrini yana ishqa soladi. Şavtavzının ata-anasının qo'liga yo'qab ketadi. Atrofidagilarning qo'ligimi yo'qab ketib, Şavtavzının gapini anglamaydi. Şavtavzini vahima bosadi. Şavtavz qanday qila? Tamoqni yeb bo'lib, ikkimiz kinoga berib kelaylik. Ma'qul. Anglaydi ekansiz-ku, menmi boraman. Nima deyapsan? Faqat anglamadim. Anglamadim. Dadam apamlarning qullig'ini nim qilding? Dadang seni gapga javob qaytarmasa qandoq bo'ladi? Bo'lib baq degandiku, shunga. Dadam apamning qullig'ini asli keltir. Qo'liqi bo'lmasa yaxshi-ku, anglag'isi kelmagan gaplarni anglamaydi. Sen boshqalarning ko'tildishini yoqtirmaysan. Dadang apangni o'rinsiz talablaringdan bezar, endi adil bo'ldi. Bo'ldi. Endi menda amal yo'q. Sehrning vaqti 12 soat, vaqt to'shqanda hammasi asliga keladi. Şatozu, qulug'ing ishib qopdi-ku. Chopsan doktorxonaga bor. Bemorning ahvoli qandaqroq? Hozircha yaxshi. Qo'yib etinglar, mening qullig'im saq. Anglamadim. Okul sasak yaxshi bo'lib qoladi. Quliqining ishqi yanadi. Yo'q, mening qullig'im saq. Sizlarning qullig'inglardan chataq chiqibdi. Quloq bo'lsa bo'lmaydi ekan. Boshqalarning gapini anglamasa texi. Quloq bo'lmasa nima degan yaxshi. Men hozir xohlaganimni qilaman. Hech kimning gapini anglamayman. Shunga sizning qulog'ingizni mo yo'q tuytay, ha? Meni qutqizib ol. Endi herkes anglamaganga selib olmayman. Baya nima ish bo'ldi? Vaqt o'tdi, endi normal holatga keldi. Ajab qo'rqatdim. Tas qoldi jumu. Boshqalar pisand qilmasa odambek beoram bo'ladi ekan. Shunga keyin cho'qim diqqat qilaman. Şatozu, oyog'ingni maydamasdan o'g'dak. Ma'qul. Biroq topshirig'imni ishlab bo'lib maylisam bo'lamdi. Bo'ladi. Albatta bo'ladi. Endi men anglamaganga selib olmay,
Sen mi kotuldavayama bulamdı? Albatta bo'ladi. Meni ko'tildashga xushtar damsan? Senle o'zingning ishini tepib qila olsang, men hargiz ko'tildimayman. Shuning bilan o'yin qipi qizilbökni ko'kböri yevitay deb turganda, bir ovchi kelib ko'kbörini etib qizilbökni qutqizibdi. Undaqda tabiqinglarchi, qizilbökning o'rnida bo'lsanglar nimaga diqqat qilatdinglar? Shatoza. Agar mo'mayning boshqacha bo'lib qolganini sezsam, saqchiq ma'lum qilaman. Shundoq qilib, gapim tugishiga hammasi kulib ketdi. Muallimmi kuldi. Çocuklarımı davriga mos kelish kerak-da. Hozirgi bolalar shundoq aqlli tursa, agar ular cho'chaklardagidek ishqa yo'liqib qolsa, ilg'i boshqa qahramonlardan yaxshi hal qiladi. Shuncha ular ishinamsan? Albatta, hozirgi bolalarning bir taraf qilish usuli hikoyadagi hargiz o'xshamaydi. Undaqda seni cho'chaklar dunyosiga boshlab kirsam qandoq? Bo'ladi. Bu bal xotirni elib olib nim qilayotgandir. U qalb vakili bilan birlikkan. Biz paytni yaxshi tanlab, ularning diqqatsizligidan foydalanib, xotirni tatib olaylik. Diqqat qil, biz cho'chaklar dunyosiga kiramiz. Shakichiklar, tinchlikmi? Men yana keldim. Bu qitimqi darsda men ota-onalarning yomon gapini qilib beraman. Shundoq, ularning yomon gapini qilaman. Shunga atrofingizga qarab beqinglar, ular anglab qolmasin. Ota-onamiz ko'pincha vaqtlarda shundoq kuyimchan, mehribon, lekin ba'zida qo'rqinchli bo'lib ketadi. Hatto xatolik o'tkazmasanglarmi, bekordan xafa bo'ladi. Nimalar ish qilsanglar ko'zga sig'maydi. Buningdan bek azoblanasizlar-ku deyman. Ammo nurg'un ishlar ko'nglimizni g'ash qilib qo'ydi. Shundaq-ku? Amaliyotda cho'nglarg'imi tez? Har kuni ishga boramiz texi, tamoq etib, uy yig'ishtiramiz texi. Bizdan xabar olamiz texi. Ular atidan kechgacha aldirash yurgashga savallikdan xoli bo'lolmaydi. Xizmatda savallik o'tkazsa, boshliqqa tanqidlaydi. Xuddi sizlarni muallim tanqidlagandek. Til anglasanglar azoblanasizlar-ku. Agar tamoqqa ish o'tib ketsa yoki o'xshamasa, yig'il bo'lmaydi. Shuning bilan tamoqnimi o'nglab etamabdiman, bek to'tganman deb o'ylab qoladi. Sizlarmi birga birni qo'sholmasanglar, to'tganman deb xafa bo'lib ketisizlar, shundoq-ku. Gerçi ota-onamiz cho'ng bo'lsa-mu, ba'zida kichik boladek bo'lib qoladi. Xafa bo'ladi, qiydaydi. Biz shuning uchun ularga o'shlik qilamdik. O'ylab beqinglar, biz qiydab qolsak, ota-onamiz bizga yo'l urib, qiladigan qiliq topolmay ketadi-ku. Shunga ularmi kichik boladek bo'lib qolganda, biz bu cho'nglardek bo'lib, ularning ko'nglini olaylik. Qandaq dedik balalar?